Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birinchi bo'limda nerv sistemasini, normal anatomiyasi va fiziologiyasini davom ettiramiz. Hozir sizlar bilan qorinchalar va bosh miya suyuqligi haqida gaplashamiz. Embrional rivojlanish davrida nerv nayi, ya'ni neural tube bor. Aynan shu neural tubedan bir qancha bo'shliqlar, ya'ni qorinchalar rivojlanadi. Bu qorinchalarni keyingi slaydda to'liq ko'rib o'tamiz va bu qorinchalarning ichida orqa miya suyuqligi yoki yana bir nomi bosh miya suyuqligi, inglizchasiga cerebrospinal fluidlar mavjud bo'lib, u asosan qorinchalar ichida joylashgan tuzilma bor. Bu tuzilmaning nomi xoroid plexus deyiladi yoki o'zbekchasiga tomirli chigal. Aynan shu strukturalar tomonidan ishlab chiqariladi. Bular qon tomirli tuzilmalar hisoblanadi. Xo'p, qorinchalarning ichki devori ependimal hujayralar qavati bilan tomirli chigalning qon tomirlari esa bir xil ko'rinishdagi kubsimon hujayralar, tomirli epiteliy hujayralari bilan qoplangan bo'ladi. Ya'ni choroid epithelial cells bilan qoplangan bo'ladi. Kelar bularga har biriga boshidan to'xtalib o'tamiz. Birinchi bo'lib shu neural tubedan embrional rivojlanish davrida hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Va shunga mos ravishda shu bosh miyadan rivojlanadigan strukturalarni ham embrional rivojlanish davrida qanday rivojlanishini ko'rib chiqamiz. Bu yerda ko'rib turibmiz, 3 ta demak strukturamiz bor. Bular prosencefalon, mezencefalon va rhombencefalon. Prosencefalonning yana bir nomi forebrain, mezencefalonning yana bir nomi midbrain. Biz buni juda ham yaxshi bilamiz, o'rta miya. Keyingisi rhombencefalon yoki hindbrain deb nomlanadi. Prosencefalondan ikkita struktura rivojlanadi. Bular telencefalon va diencefalon. Telencefalonimiz oxirgi miya degani, ya'ni miya katta yarim sharlar. Diencefalonimiz bu oraliq miya. Telencefalondan demak yana rivojlanadigan strukturalar bor. Bular cerebral hemispheres, ya'ni bosh miya yarim sharlari, cerebral cortex, miya bo'stlog'i, subcortical white matter, bo'stloq osti oq moddasi, bazal ganglia va bazal forebrain. Shu bazal shu oxirgi miyamizda yadrolari aynan shu telencefalondan rivojlanar ekan. Keyingisi diencefalon. Diencefalondan biz bilamiz, talamus, gipotalamus va epitalamuslar rivojlanadi. Va aynan shu yerdagi mana shu bo'shlig'imiz qorinchalarni hosil qilyapti. Aynan qaysi qorincha? Lateral qorincha. Ikkita katta lateral qorinchalarimiz. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisi mezencefalon yoki midbrain, o'rta miya deb nomlanadi va bundan nimalar rivojlanadi? Cerebral peduncles, ya'ni miya oyoqchalari, midbrain tectum va midbrain tegmentum. Biz anatomiya darslaridan bilamiz. Buni keyingi video darslarimizda ham to'liqroq gaplashamiz. O'rta miyani tectum va tegmentum qismlari bor va oyoqchalari bor. Shularning hammasi mezencefalondan rivojlanadi. Va bu yerda joylashgan qorinchamizni nomi 4-qorincha. Keyingisi rhombencefalon yoki hindbrain. Bundan ikkita struktura rivojlanyapti. Birinchisi metencefalon, ikkinchisi mielencefalon. Metencefalondan pons, ya'ni miya ko'prigi va cerebellum, miyacha rivojlanadi. Mielencefalondan medalla, ya'ni uzunchoq miya rivojlanadi. Va bu yerda bizda 3-qorincha joylashgan. Va ko'rib turibmiz, jami qorinchalar soni bizda 4 ta. Ulardan ikkitasi katta lateral qorinchalar, bittasi 4-qorincha, bittasi 3-qorincha. Kelinglar shu qorinchalar deyapmiz. Shu qorinchalarning o'zini ham ko'rib chiqamiz strukturasini. Biz shu yerda lateral tomondan va orqa tomondan qorinchalarning ko'rinishini ko'rib turibmiz. Bu yerda mana lateral qorinchalar berilgan.
lateral qorinchalar, shu ikkita yon qorincha o'zi bosh miya yarim sharlarini har birida bittadan joylashgan bo'ladi. Mana o'ng va chap yarim sharda ham bittadan joylashgan bo'ladi va biz yuqorida aytib o'tdik, 3-qorinchamiz qayerda joylashgan edi? Oraliq miyada joylashgan. Endi 4-qorinchamiz bo'ladigan bo'lsa, miya va miyacha bilan o'ralgan holatda bo'ladi. Endi shu lateral ventricles, ya'ni lateral qorinchalar deyapmiz. Bu qorinchalar ichida eng kattasi. Avvallari bular nima deyilar edi? Birinchi, misol, bular birinchi, bunisi ikkinchi. Birinchi qorincha, ikkinchi qorincha deb nomlanardi. Keyinchalik ular yon qorinchalar deb atalishni boshlagan. Bu yon qorinchalarimizda o'ziga xos strukturalar bor. Bu strukturalarni biz shoxlar deb ataymiz. Va bu shoxlarimizning nomlanishi ular qaysi bo'lakda joylashganligi yoki qaysi bo'lakka bo'ylab yo'nalganligiga bog'liq bo'ladi. Masalan, buni shu yerda ham ko'rsak bo'lar ekan. Shuni lateral qorincha deydigan bo'lsak, lateral qorinchamizda ko'rib turibmiz frontal. Ya'ni peshona shoxi yoki yana bir nomi anterior, oldingi shox deb nomlanyapti. Undan keyin bu yerda tanasi joylashgan. Tanasidan keyin temporal, ya'ni chakka shoxi deyilyapti. Yoki inferior, pastki shoxi deb nomlanadi. Keyingi shoxi bo'ladigan bo'lsa occipital. Occipitali, uzr adashdim. Bu yerda temporal, bu chakka shoxi. To'g'ri, temporal chakka shoxi, occipital ensa shoxi yoki orqa shoxni hosil qiladi. Va bu yerda ko'rib turgan strukturalarimiz ham o'zining ahamiyati bor. Misol, cerebral aqueduct ham, bu yerda mana shu ko'rib turganimiz mana 3-qorincha. Mana bu 3. Xo'p, bu lateral qorinchalar. Xo'p, bizda 4-qorincha mana shu joyda berilgan. 4-qorinchamiz. Xo'p, va o'ziga yarasha strukturasi bor. Lateral qorinchalarda atrium, ya'ni bo'lmacha degan strukturasi bor. Buni keyingi slaydlarda to'liq gaplashib o'tamiz. Bular ham hozir gaplashgan narsalarimiz. Bu yerda yuqoridan qaraganda qorinchalarda qanday holatda ko'rinishini ko'rib turibmiz. Bu yerda mana frontal horn, body, tanasi joylashgan, temporal chakka va occipital ensa shoxlari. Va bu yerdagi bo'lmachasi cerebral aqueduct, ya'ni Sylvian yo'li ham deb nomlanadi. Keyingisi mana shu 4-qorinchamiz bu yerda. Xo'p, 3-qorinchamiz bu yerda berilgan. Xo'p. Va mana shu rasmni ham ko'rib, tahlil qilib qo'yamiz. Qorinchalar haqida ham gaplashdik va sizlar bilan yuqorida aytgan shu bosh miya suyuqligini ishlab chiqarishda ishtirok etadigan qon tomirlar bilan qoplangan strukturamiz bu choroid plexus yoki tomirli chigal deb nomlanadi. Bu yerda uning strukturasini ko'rib turibmiz. Buni aytdik. Epitelial qavatlari bor dedik. Qon tomir bilan qoplangan kubsimon shakldagi shu tomirli epitellari mavjud deb aytdik. Bular mana yuqorida epenzimal hujayralarimiz. Bular ham glial hujayralar tarkibiga kiradi. Epenzimal hujayralarimiz va asosan buni funksiyasi shu yerda bosh miya suyuqligini ishlab chiqarishda ishtirok etish. Xo'p. Bu mavzular, bu narsalarni yuqorida aytib o'tdik. Ikkita yon qorincha har bir katta yarim shar ichida bittadan joylashgan bo'ladi. Oraliq miyada joylashgan 3-qorincha va ko'prik, miya va miyacha bilan o'ralgan 4-qorincha mavjud. Qorinchalarning eng kattasi ikkita yon qorinchalar. Ilgari ular 1 va 2-qorinchalar deb atalgan. Yon qorinchalar shoxlar deb ataladigan o'simtalariga ega bo'lib, ular bo'laklar nomi bilan yoki ularning yo'nalishi bo'yicha nomlanadi. Yon qorinchani qanday shoxlari bor? Birinchisi bu frontal horn, ya'ni peshona shoxi.
oldingi shoxi yon qorinchaning tanasidan oldingi peshona bo'lagiga o'tib ketadi. Va ta'rifga ko'ra, peshona shoxi quyida tasvirlangan Monro teshigidan boshlanadi. Yon qorinchaning tanasi orqa tomondan bo'lmacha yoki uchburchak bilan qo'shilib ketadi. Atrium yoki o'sha biz aytgan bo'lmachani yana bir nomi trigonum deyiladi. Ana shu bilan qo'shilib ketadi. Bo'lmacha yon qorinchaning 3 ta qismini, tanasini, shu bo'lmachamiz qanday vazifa bajaryapti, keling shu rasmda ko'ramiz. Xo'p, mana shu atrium, ya'ni bo'lmachamiz nima vazifalarni bajaryapti? Buni xo'p, vazifasiga keladigan bo'lsak, bu shu tanani, lateral qorinchalarni tanasini, undan tashqari orqa shox deb ataladigan yoki yana bir nomi occipital horn, shuni mana shu occipital hornimizni va keyingisi pastki shox deb ataladigan yoki yana bir nomi temporal horndir. Buni chakka bo'lagi deyiladi. Shu chakka bo'laklari, shu uchala strukturani qo'shib turish vazifasini bajaradi. Shu mana atriumimiz buni va buni 3 ta strukturani bir-biriga qo'shib turish vazifasini bajaryapti. Xo'p, aytib o'tganimizdek, orqa shox deb ataladigan, orqaga ensa chakka bo'lagi o'tadigan ensa shoxini, pastki shox deb ataladigan, pastga va oldinga chakka bo'lagi o'tadigan chakka shoxini birlashtirib turibdi. Bizdagi bo'lmachamiz, atriumimiz yoki yana bir nomi trigonum. Xo'p, bu rasmni ko'rib chiqdik, tahlil qildik. Endi yon qorinchalar 3-qorincha bilan Monro qorinchalar aro teshigi e'tibor beramiz. Bu qorinchalarimiz bir-biri bilan qaysi teshiklar orqali bog'lanyapti? Shunga e'tibor beramiz. Yon qorinchalarimiz, ikkita yon qorinchalarimiz 3-qorincha bilan Monro qorinchalar aro teshigi yoki Monro teshigi orqali tutashadi. 3-qorinchaning devorlari talamus va gipotalamus bilan o'ralgan bo'ladi. Ya'ni shulardan hosil bo'ladi. Buni mana shu yerda Monro mana shu yerda Monro teshigi keltirilgan. Xuddi shu Monro teshigi orqali lateral qorinchalarimiz 3-qorincha bilan bog'lanadi. Endi 3-qorinchalarimiz 4-qorincha bilan o'rta miya orqali o'tadigan Silviy suv yo'li, aqueducts of Sylvian deb nomlanadigan struktura yordamida bog'lanadi. Buni ham yuqorida ko'rib olamiz. Mana shu strukturamiz. Mana shu orqali bu yerdagi 3-qorinchamiz pastdagi 4-qorincha bilan bog'lanyapti. Endi 4-qorinchaning tomini miyacha, ya'ni yuqori qismini miyacha, tubini, ya'ni pastki qismini esa miya ko'prigi va mag'iz moddalar hosil qilib berib turadi. Orqa miya suyuqligi qorinchalar tizimidan 4-qorinchadagi bir nechta teshiklar, ya'ni ikkita teshigimiz bor. Bular lyushka va majendi teshiklar deyiladi. Shu teshiklar orqali chiqib ketadi 4-qorinchadan. Keyin orqa miya suyuqligi subarachnoidal bo'shliqda miya va orqa miya atrofiga tarqaladi va oxir-oqibat arachnoidal granulyatsiyalar bor. Xuddi shular tomonidan venos sinuslariga va shu tariqa yana qon oqimiga so'riladi. Endi e'tibor beramiz. Katta yoshli odamlarda orqa miya suyuqligining normal umumiy hajmi taxminan 150 cm3 tashkil qiladi. U tomirli chigallar, ya'ni choroid plexuslar tomonidan soatiga 20 kub santimetr yoki kuniga taxminan 500 kub santimetr tezlikda ishlab chiqariladi. Va bu yerda mana sizlar bilan to'liq sirkulyatsiyasini ko'rishimiz mumkin. Lateral qorinchalardagi choroid plexuslarimizdan hosil bo'ladi.
hosil bo'lgani mana yerda foramen of Monro, ya'ni Monro teshiklari orqali 3-qorinchaga o'tdi. 3-qorinchadan, mana shu yerda 3-qorinchamiz. 3-qorinchadan endi 4-qorinchaga o'tish kerak. Bizda aqueducts of Cilius bor. Aynan shu orqali harakatlanib 4-qorinchaga o'tdi mana. 4-qorinchadan keyin o'zini maxsus teshiklari bor. Bu teshiklar Majendi va Lyushka. Shular orqali subarachnoidal bo'shliqqa o'tadi. Subarachnoidal bo'shliqdan keyin venos sinuslariga va yana qon oqimiga qaytib chiqib ketadi. Yana shu joyda e'tibor beradigan narsamiz, subarachnoidal bo'shliq bir qancha joylarda kengayib, sisternalar deb nomlanadigan strukturalarni hosil qiladi. Bu strukturalardan nima to'planadi? Ko'p miqdorda likvor, ya'ni orqa miya suyuqligi to'planadi. Va biz ko'p uchratadigan sisternalarimizga nimalar kiradi? Bular perimezencefalik sisternalar bor. Bular o'zining ichiga 3 ta sisternani oladi. Muhit sisternasi, sisterna ambiens, keyingisi 4 tepalikli sisterna, sisterna quadrigemina va oyoqchalar aro sisterna, sisterna interpedicularis. Shu 3 tasi perimezencefalik sisternani chekiradi. Qolgan 3 tasi ko'prik oldi sisternasi, pontine cistern, katta sisterna, sisterna magna va bel sisternasi, lumbar cistern. Bularni shu rasmlarda ko'rishimiz mumkin. Mana perimezencefalik sisternalar. Bu yerda interpedikulyar oyoqchalar aro sisterna, quadrigeminal 4 bo'lakli va ambient, ya'ni muhtli sisternalarimiz. Keyingisi pastroqda joylashgan prepontin sisternamiz va sisterna magnamiz va biz ko'pincha funksiyalarda ishlatadigan, ya'ni shu beldan funksiya olishda ishlatadigan sisternamiz bu lumbar funksiya, lumbar sisterna. Lumbar funksiya olish haqida ham alohida bitta video darsligimiz bor. Shunda to'liq gaplashib o'tamiz.